İnsanların mada bir gepi var kişilerinki. Bir adamni axloqliq, masalan, deb sifatlashda o adamninki yuvosh, yumshoqlikni asos qilib, bu degan nayt yuvosh, yumshoq axloqliq bola deb sifatlaydi. Yoki bir odam axloqliq bo'lg'ini uchun yuvosh, yumshoq bo'lishi kerak degandek bir xil ifodalar bor. Amaliyotda bu sutga silingan bir zahar bu. Asla unda emas amaliyotda. Bu xatarli gap bu. İnsan axloqli bo'ldi degan gap o'zining hayotidagi ish faoliyatida Allah onun ato qilgan hikmat, aql, idrok, donolik bilan dinning butun qimmat qarashlarini gap, so'z va ish harakatlariga singdirgan shaklda hayotini qurib chiqadi va davom qiladi. Darsimizning oxirisida Alloh subhanahu va taoloning haqqida payg'ambar alayhisolatu vasallamning Tirmizi Salmanul Farisi radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan bir hadis va shuni bilan oxirlashtiramiz. Allah innalloha hayyun karimun yastahi. Allah subhanahu va taolo hayoliqdir. Allah subhanahu va taolo isildir, hayo qiladi. Tabiiyki biz boshqa darsimizda deb o'tdik. Bizning hayotimizdagi yashash uslubimizni Allohning asmo sifatlaridan erishib buyurilgan. Valillahil asmaul husna. Allohning go'zal asmo sifatlari va fad'uuhu biha. Sizlar shu asmo sifatlar bilan Allohning sifatlaridan sifatlanish orqali Allohga yaqinlashinglar, Allohga ibodat qilinglar dedi Qur'onda. Bu nuqtadan hozir so'zlagan, anglagan hadisimizda Allohni hayo qilg'uchi, hayo qiladi degan axloqini anglab o'tdik. Tabiiyki biz inson bo'lish sifatimizdan bir tariqa avla qana qilishimiz kerak. Allohning axloqi bilan axloqlanishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo hammalarga güzel axloqlar bilan axloqlanib o'zimizning hayotini islomning qimmat qarashlari bilan qurib chiqib davomlashtiradigan fursatlarni ato qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.